Salom bolajonlar. Zerikib qolmadingizmi? Ekran qarshisiga yaqinroq keling. Chunki siz bilan tinib tinchimas Mimoning sarguzashtlarini tomosha qilamiz. Qani ketdik. Bugun pochtalarim ko'payib ketdi. Hech qisi yo'q. Shu oxirgi pochtani topshirsam, keyin do'stlarim bilan mazza qilib dam olaman. Xo'sh, pochtamizning manzili chuqur o'rmon ekan. Manzil biroz uzoqroq, lekin Mimo pochtani bir zumda eltadi. Qani olg'a! Bugun biroz charchadim. Ko'p bo'ldi pochtalarim. Yana bir pochta qoldi. Egasiga yo'l oldi. So'ngra uyga qaytaman. Do'stlarni chaqiraman. Ular bilan gaplashib, hordiqni chiqaraman. Voy, faqat bu emas. Nahotki yoqilg'im tugab qolgan bo'lsa? Yoqilg'i qo'yishni unutibman-ku. Rostdan ham yoqilg'im tugab qolibdi. Nahotki shu o'rmonda tunni o'tkazsam? O'rmonda aloqa ham chiqmayapti. Hech kim bilan bog'lana olmayapman. Voy, bu qanaqasi? Mimo bizni mehmonga chaqirib o'zi qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Yo'q, Mimo uyga kelmagan ko'rinadi. Unga biron kor hol bo'lmadimikin? Kech vaqti uyda bo'laman degandi. U doim o'z vaqtida kelardi. Kech qolishi mumkin emas. Unda ketdik. Vaqtni o'tkazmasdan uni izlab ko'ramiz. Yura qol. Do'stimizni izlaymiz. Qaydaligin bilmaymiz. U yurgan ko'chalarni birin-ketin izlaymiz. Ko'rgan bormi odamlar? Mashina-yu hayvonlar. Ko'rib qolsangiz agar bizga xabar beringlar. Menimcha, Mimoning qayoqqa ketganini pochta jamagidan so'rashimiz kerak. Ular Mimo qayerlarga pochta yetkazishi kerakligini biladilar. To'g'rimi, Lili? Nima deding? Qani ketdik unda. Pochtachi amaki. Salom, pochtachi amaki. Salom bolalar. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Bu mahalda nima qilib yuribsizlar? Pochtachi amaki, Mimo hali ham uyga qaytgani yo'q. Uning pochta yetkazilish manzillarini qarab bera olmaysizmi, a? Hozir bir daqiqa. Xo'sh. Ha, mana topdim. Mimoning oxirgi pochta manzili o'rmon ichidagi uy ekan. Yuringlar o'sha yerdan uni izlab ko'ramiz. Axir osmonda quyosh yo'q-ku. Bular bo'lmaydi. Yo'q, bular ham bo'lmaydi. Yo'qqa olovimni bu o'rmonda kim ham ko'rardi? Yo'q, bu ham bo'lmaydi. Ha, mushak! Mana shu menga yordam berishi mumkin.
chiroyliligini. Ha, rostdan ham chiroyli. Kechasi o'rmonda kim mushakbozlik qilyapti ekan, ha? Qiziq, hayvonlar qayoqqa yo'l olishdi ekan? Yuringlar, ularni ortidan boramiz, ha? Voy, bu mashina chiroqlarimi? Mimo! 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 Hey! Men bu yerdaman. Bu yerdaman. Bu yoqqa kela qolinglar. Qayerdandir Mimoning ovozi eshitilyaptimi? Ha, ana qaranglar, Mimo. Mimo, senga nima bo'ldi? Yoqilg'im tugab shu yerda qolib ketdim. Meni qanday qilib topdingiz? Uzoqdan sen otgan mushaklarni ko'rdik va hayvonlarning ortidan shu yerga yetib keldik. Meni topishingizga hayvonlar yordamlashibdi-da. Unda ular uchun yana mushakbozlik uyushtirib beraman. Xayr olmaxonlar,